Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, o'rtoqlar, YouTube kuzatuvchilari. Bugun do'konimizni arzor qilamiz. Keyin yana bitta narsa, ko'ylak sohasida yuradigan, xalat sohasida yuradigan biznesmenlar rosa biz to'g'ri topdilaring bizni. Chunki nimaga? Biz optim narxda beramiz. Tovarlarimiz har doimgidek ob'yom qancha kerak bo'lsa bor. Tojikiston, Qirg'iziston qo'shni respublikalar aloqa chiqsalar ham bo'ladi. Ertalargacha dastavkalarimiz bor. O'rtoqlar, bugungi obzorimizda xalatlar, duvoykalar, ba'zi har xil model tovarlarimiz bor. Shular haqida bugun obzor qilamiz sizlar uchun. Sizlardan like bosinglar, obunani ham bosib qo'ysalaring. Keyin yana bitta narsa, har doimgidek maslahat beramiz. Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki bu yerdagi tovarlarning model rasmini faqat Telegram kanalimizga tashlab boramiz. Shuning uchun o'rtoqlar, videomizni o'zdan boshlaymiz. O'rtoqlar, mana shu yerdan boshlayveramiz. Bo'lmasam tovarlarimiz har doimgidek bunisi tuymali ekan, yoqalari bor. Ko'pchilik yoqasi bormi so'rashadi. Yoqali, e'tibor beringlar, cho'ntaklari bor, belida belbog'i bor. Rangi juda ham zo'r, lekin materiali ham vobshe dahshat ekan, mana ko'ringlar. 2 qavatli bunisi. Ko'pchilik mana shu 2 qavatni, 1 qavatni so'rashadi. Mana 2 qavatli qalin. Rosa maza qilib kiyadigan. Buni razmeri 48 dan nechagacha aka? 52 dan 60 gacha tugmali yosh kattalar uchun. 52 dan 60 gacha yosh kattalar uchun. Rosa 60 razmerini juda ko'pchilik so'raydi buni. Buni narxini necha qilib beramiz aka? 110 ming so'm optim beryapmiz. 110 ming so'm optim narxi, o'rtoqlar. 110 ming. Men 120 ming, 130 ming ham ko'rganman buni. 110 ming so'mdan faqat bizda kanalda. Rasvetkalari juda ham ko'p. Mana rasvetkalari vobshe dahshat ekan. Mana ular ham shundan aka. Mana rasvetkalarni ko'ringlar, vobshe dahshat. Maza qilib sotishga oladiganlar, rosa foydalanadigan. Maza qilib mana sotasizlar. Juda ham ko'p rasvetkalari. Modellarni ham ko'ringlar, juda zo'r gullari, eng trenddagi gullari mana shular. Endi mana bag'dagini tanishtiradigan bo'lsak, bular necha razmerlar aka? Bularimiz 48 dan 52 gacha bo'lgan razmerlarimiz. Xo'p, kelinlarga, o'rta yoshdagi qizlarimiz uchun. Xo'p, tepadagi va pastdagi gullar va eng tepadagi qatorimiz pochkaga 65 ming beryapmiz bularimizni. Razmerlari 3 talik, ranglari xo'p 30 ga yaqin gullarimiz bor. Qaranglar o'rtoqlar, 30 ga yaqin gullari bor ekan, narxi 65 ming so'mdan ekan. Razmer necha dedingiz? 48 50 52 3 talik. 48 50 52 3 talik. Rosa kerakli razmer ekan. Chunki ko'pchilik ana shu razmerni so'rashadi. Xo'p, buni pastdagichi aka? Pastdagimizda xuddi shuni davomi. Xo'p, bunimiz orqadagilarimiz xuddi shuni uzunroq varianti 54-56 o'rta razmer. Xo'p, xohlovchilar uchun kapshonkali bor, xohlovchilar uchun yoqali variantimiz bor. 2 xil variantda qilingan. Xo'p, razmer 54-56, narxlari bo'lsa 85 ming pochkaga beryapmiz. Voy, vobshe zo'r. 85 ming so'mga to'g'risi bilan xalat bermaydi. Buni bo'yi necha buni aka? Bo'ylari 1.15 qilinadi. Xo'p, tepadagilarimiz 1 metrga 1.5 2 xil bo'yda qilinadi. Mana qaranglar 1.15. Ko'pchilikniki juda kalta bo'ladi buni. Mana shu rasvetkasida aka. Ranglari juda ham ko'p. Mana qaranglar, yukta o'rtoqlar, ranglari vobshe ko'p ekan. Razmerlari ham hammasidan bor. Qaranglar, rasvetkani ko'pligini. Mana shu yerda o'zida bilmayman, o'zim 2-3 mingta yaqin nimalari, yuklari bor. Keyin bu yerda mana ular, keyin qaranglar, mashinani o'zida ham juda ham ko'p yuk bor. Mashinani o'zida dars sig'mayapti. Skilatda ham anchagina yuk bor aka. Skilatda ham juda ham ko'p yuklar bor. Do'konga sig'dirolmayapti. Yo'qda gullari ham bor yana. Mana kichkinami kiydirilgan holatdagisi. Zamonlari ham toza zamon qo'yiladi bizda. Ichlari faqat bunday ko'rinishli qilinadi. Ham materiali ham originaldan, ichali archilab ketadigandan emas, toza material. Vobshe zo'r. Sifatlari ham zo'r, tikilishlariga ham e'tibor beringlar, juda akkuratni tikilgan. Chunki ba'zi juda ham injiqlar, bu tikilishiga ham juda e'tibor beradilar. Juda injiq. Mana keyin mana unisi ham bor ekan, cho'ntagini qaranglar buni. Xalat shim so'raganlar uchun xalatimizda shim varianti, tepa pasti. Bunimizda ham 20 tadan oshiq gullari bor. Ko'p gullarni ochilmaganmiz, sabab joyimiz qisqaligini hisobiga vitrinaga sig'mayapti. Gullar so'raganlar uchun tashlab beriladi. Bunimizning narxi hozirgi kunda 125 ming berilyapti komplet shimi bilan. Razmerlarda bunimizniki ham 3 tali 48 50 52 bo'lgan razmer. Vobshe zo'r. 3 tali ekan, bunisi ham. Xo'p aka, bu tomonga o'taveramizmi endi? Eng qiziq joyiga o'tadigan bo'lsak, bag'i va shu maza qilib yuboradigan joyiga ham o'taveramiz buni. Toshlariga e'tibor beringlar. Vobshe O'zbekistonda uncha joy bunaqa ishlab chiqarishga damini oladi. Hozir o'rtoqlar, o'sha ichkariga o'tib olaman. Videoning hozir pauzasi bo'ladi ozgina. O'rtoqlar, mana ichkariga o'tib oldim. Ancha noqulayroq bo'lib qoldi. Mana bu toshlariga ham e'tibor bersalaring, toshlari ham yaxshisidan urilgan, Swarovski tosh. Keyin modellariga e'tibor beringlar.
Mana yoqalari, yenglari ham vobshe dahshat, cho'ntichali. Bu rosa trendda bo'lgan modellar. Rosa ko'pchilik qidirishadi bu modelni, izlashadi, lekin bunaqangi narxda topisholmaydi, chunki uncha joyda bunaqangi narxda bunaqangi narsa topib bo'lmaydi. Mana unimiz ham rosa trendda, hozirgi kunda hamma mana shundan so'raydi. Mana bizda bor bunaqangi modellar. Bular materiali bambukmidi, nima edi aka? Hammasi bambuk. Hammasi bambuk, ya? Koreyskiy bambuk. Bular materiali qalinroq. Hammasi koreyskiy bambuk. Dalshi mana unisi o'yindiqlarigacha o'yilgan mana. To'g'ri qilib qo'yilmagan, tekis qilib. Dalshi mana shunisiga ham anchagina mehnat ketadi. Mana shunisiga ham e'tibor beringlar. Xo'p, narxlarini deyishdi, mana shu tomon ponni 120 ming so'mdan qilib beramiz deyishdi. Mana shu tomon ponni 120 ming. Dalshi pastellar, bu ham 120 ming, bu ham 120 ming. Bunisi Versace 130 ming so'm. Razmeri balshimerka 48 dan 56 gacha qiladi. Razmer 56 gacha ekan, 48 dan 56 gacha razmeri. Vobshe zo'r. Tuymalariga ham bu yechiladi aka, tuymasi. Hammasi yechiladi. Hammasi yechiladi. Bu oldi ochilar ekan hammasini. Bu tuymali maza qilib foydalanadigan joyi. Rasvetkalar hammasidan bor, chunki bekisilmaganligi uchun ozroq qo'yilgan. Rasvetkalar juda ko'p. E'tibor bersangiz, rasvetka vobshe ko'p. Yukka. Assortiment dahshat. Narsa olish kerak, foydalanish kerak bo'ldi. Xo'p, mana shu tomonga aytadigan bo'lsak, bularni sekin tanishtirib ketaveramiz endi. Mana shu tomondan oshlaylar aka. Koreyskiy bambuk bular ham 120 ming so'm, mana shu bel bog'lik, yangi modellar. Bular ham 120 ming so'm. Razmeri nechigacha bu aka? 48 50 gacha 3 talik razmer. 52 gacha ekan razmeri. Cho'ntaklari ham mana ya'ni qo'llarida ham toshlari bor. Toshlari ham yaxshidan o'sha aytganimdek urilgan. Rasvetkalari ko'p ekan buni ham, rosa ko'p. 12 ta rangi bor bunimizda. 12 ta rang. Gullari ochilmagan. Bularimiz 110 ming so'm beryapti. 110 ming so'mdan. Mana 48 dan 54 gacha razmerlar. 48 dan 54 gacha. Bo'ylari ham uzun, chunki tagiga kirgizib qo'yilgan. Buni inobatga olasizlar. Xo'p, kimonochi mana aka, toshi zo'r ekan mana shuni ham. 140 ming so'mdan ekan. Bu ham juda zo'r ekan. 6 rangi bor bunimizda. 6 ta rangi, o'zbek 2 ta rangi ilingan, lekin 6 xil rangi bor. Manochi mana aka? Bularimizni 110 ming so'm berdik. Eng trenddagi modelimiz. Xo'p, 12 ta rasvetkasi chiqadi. Razmerlari 46 dan 50 gacha 4 talik razmer. Vobshe zo'r. Mana oyoqchalar qaranglar, oyoqchalarda. Qizlarimiz uchun bular sportiniy modelda qilingan. Buni nechta qilib beramiz aka? Xo'p, klientlarimiz uchun 80 ming so'mdan qilib beryapmiz. Razmerlari standart bo'ladi, 46 dan 50 gacha tushadi. Xo'p, 10 tadan oshiq rasvetkalarimiz bor bundan ham. Qaranglar o'rtoqlar, 80 ming so'mdan buni aka olib borib bemalol 150 dan sotsa bo'ladi aka. Albatta, sifatlar ham talabga javob beradi. Choklarimiz tortishib qolmagan. Oldilari ham kalta zamon kiyib yetish uchun ham qulayroq sharoitda qilinadi. O'rtoqlar qaranglar, 150 ming so'mdan olib borib sotsalar ham 30 pul anchagina foyda bo'ladi. Albatta. Bizneslarni rivojlantirsalar ham bo'ladi. Mana shulardan olib mana uni qaranglar, buni ham. Bu modelimiz ham chiroyli. Bunimizni ikki xil variantda qilingan. Ayniqsa istamaganlar uchun bu variantimiz chiroyli variant, teglari kantli variant. Bunimizda ham xuddi shu holat, kalta zamoshga qilinadi. Narxi bir xil ikkalasini ham. Narxi bir xil ekan, 80 ming so'mdan. Bunimizda O'rtoqlar, ranglarimiz bor. ranglar bor. Mana ularchi mana ular aka? Ularimiz ko'proq bambuk. Ular qishki variant, qalin bo'ladi. Adnotonik istamaganlar uchun gulli variantlarimiz bu. Vobshe. Narxlari ham yaxshi, 90 ming so'm pochka berib turibmiz aynidan. Mana shu hammasi 90 ming so'm mana ular. Tepadagilarimiz bel bog'li variantimiz, pastdagilarimiz xermis variantimiz. Ikki xil modelda qilingan. 90 ming so'mdan menimcha bunaqa tovar bermaydi. Vobshe buni ishlab chiqaruvchilarni ham ancha qiynab qo'yasiz aka bunaqa narxlarda. Klientlar uchun albatta hammasi. O'rtoqlar, ko'ryapsizlar, hozir endi u tomonga o'tib olaman-da, sizlarga bunisi tomonni ko'rsataman, maytay modellarni. O'rtoqlar, endi bu tomonga o'tib oldim. Mana uni qaranglar, toshlarni. Uni nimalarni qaranglar, varaqligini. Vobshe zo'r. Fakir aka, buni haqida ma'lumot beringlar endi aka. Narxlari 110 ming beryapmiz. Buni ichkarida 90 minglik ko'rsatganimizga nisbatan bu jicha qalinroq varianti. Ixtiyorlari cho'ntek, yonlari ham manjetda qilingan, atrezlari bor, juda ham chiroyli sifat. Xo'p, bunimizda 9 ta 10 ta ranglari bor yana, ochilmagan gullarimiz. Lekin 110 berib turibmiz. 110 ming so'm. Lekin 110 ming so'mga bunaqa tovar bo'lmaydi. Mana ularsiz Zokir aka? Ularimiz 95 ming so'm. Hozirgi kunda trenddagi modellarimiz, yangi ham paroli variant qilinadi bunimiz. Hozirgi kunda juda ham chiroyli turadi. Reklamalari ham bor, grupalarimizda. Rasmlarni ham tashlab beramiz. Model rasmi o'rtoqlar, yana bir marta aytib o'taman. Model rasmi hammasiniki gruppaga o'tinglar, rasmini tashlab berganmiz. Xo'p,
Keyin yana bitta narsani aytib o'tib ketaylik, chunki bizda har doim skidkalarni arzida qilamiz. Sezonligiga qarab o'tirmaymiz, skidka har doim bo'ladi. O'sha ham skidkalar ham Telegram gruppamizda bo'ladi. Endi bunisiga o'taveramiz. Bambuklarimiz 85 beryapmiz, tigirovkalarimiz hop 46 dan 52 gacha. Ularimiz ko'proq bambuklar 85 bir xil ham. Buni lozimlarigacha bor mana. Razmerga tushadi keyin yana bitta narsani aytib ketaylik. Razmerga to'liq tushadi. Buni qaranglar. Вообще zo'r. Buncha haqqa. Bu bambugimiz 100 ming so'm berib turibmiz. Bu unimizni arzonroq so'raganlar uchun materiali biroz yupqaro bo'ladi. Bunimizni original variantini biroz oldin ko'rsatib o'tib ketganmiz. 120 ming so'm qalarroq varianti. Bu 100 ming so'mdan aytilgan variant. 100 mingligini ham ranglari bor. Tepadagilarimiz velvet. Qishki variant. Bunimizni 90 ming so'm berib turibmiz. Razmeri 3 talik razmer. Bu ekonom variant ekanda bu aka. Ekonom varianti. Kim kerak bo'lsa uni aytaverasizlar. Qizlarga va kelinlar uchun bunimiz. Buni qaranglar. Maqsad. Bu rosa trend bo'lgan. Buni juda ko'pchilik so'ragan. Vaqt kelganda to'g'ilmay qolgan paytlar ham bo'lgan bu modelda. Bu-chi aka? Hozirgi paytda aviomimiz bor. Razmerlar to'rttali 46 dan 52 gacha bunimiz. Narxlari 100 ming so'm berib turibmiz. Xo'p, ko'p oladiganlarga kelishtirib beramiz. Ranglari keladigan bo'lsa, ranglari 12 xil rasvetkasi bor bunimizda. Вообще zo'r. Yo'q, rangda o'zi yo'q ekanda. Hamma rang bor. Keyin buni qaranglar buni. Bu rosa so'raydigan joyga keldi. Bu yoshi kattalar uchun 50 dan 60 gacha 6 ta razmeri bor bunimizda. Bu eng kichik razmeri mana shu. Keyin bo'ylari ham biri 10, biri 15, biri 20 qilinadi. Razmeriga qarab bo'ylari ham qo'shiladi. Hozirgi paytda 3 ta ranglari bor, pochkalari bor, rasvetkasi ko'p juda ham. Qo'ni katta razmerlarimiz. Xohlovchilar bardovoy, yashili, qora, to'q qarishnovoy hamma ranglarda bor bunimizda. Hop, hozircha mana shular aka, hammasi. Hozircha o'rtoqlar mana shular. Videoga bittadan laykni bosinglar-da, Telegram kanalimizga o'tinglar. O'sha yerda hammasini vafurcha gaplashamiz. Admin aloqaga chiqsalaring, pastga 24 soat sizlarga javob berishadi. Assortimentlar har doimgidek eng zo'rlari, eng arzoni bizning kanalda bo'ladi. Sразу obunani bosinglar-da, bittadan laykni bosib, kommentga o'z fikrlaringizni bildirib o'tinglar. Arzonmi yoki qimmatmi? Shu haqida ham kommentda kutamiz. O'rtoqlar, keyingi videolarda ko'rishguncha deymiz. Sog' bo'linglar.